Assalomu alaykum akalar. Assalomu alaykum akalar. Akalar, mana shularga bularni urdik. Urdinglar. Ha, mashina urdik. Kimdir mashina metsoy bilan sementda urib bo'lmaydi debdi. Mashina kum bilan sementda haliga urish kerak debdi. Mustahkam chiqmaydi deyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Qaysi birida puxta chiqadi? Tepasiga ham quyib qo'ydik mana. Mana boshdan oxiriga mana ko'ringlar mana. Uzunligi 4,5 metr joy mana. 480. 5 metr ekan. 20 ekan. To'liq aytdim. Shunga ko'ringlar mana shuni. O'ylab sanagan odam bizni aldayapti deydi.